faqat tamo'jna rasxodlarni qilib bersa, Tojikistonda любой joyga olib borib o'rnatib beramiz. Doimo ishini mutaxassis bo'lib, o'z vaqtida chiroyli bitirib bersa, pulda hech qachon klientlar muammo qilishmaydi. Chunki bular o'zlari yashaydigan, xonadonga qo'yishayotgan darvozani hech qachon ustani norozi qilishmaydi. Mijozimiz o'zlaridan qisqacha intervyu olamiz. Alijon aka, siz O'zbekistonga borib ishxonamizni polni Namanganda ishlab chiqarishlarni ko'rib, ishonch hosil qilib zakaz berdingiz. Bizga ishonsa bo'lar ekanmi? Rahmat aka, shuncha qadrchi qilaring, rahmat. Xudo ishlaringga barobar bersin. Aka, qurgan darvozamiz xayrli bo'lsin. Qurayotgan uyingiz faqat yaxshilikka xizmat qilsin. Cho'ylarga xizmat qilsin aka. Bergan pulingizdan bizdan baraka toping. Baraka toping aka. Sizlar ham rozi bo'ling. Biz ham mehnatimizga rozimiz. Darvoza yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Ko'rdinglar, mijozlarni rozi qilib, chiroyli ish topshirilsa, doimo rozi bo'lib, duo qilib berishadi. Aka, kimga bo'lsa tavsiya berasiz? Beraman aka. Darvozachingizga ishonsa bo'lar ekan. Bo'ladi aka, ishonsa bo'ladi. Inshaalloh. Ishlaringizga omad. Xizmatamiz. Общий hisobda 5 ming dollarga darvozaga 3 ta eshikka chiroyli qilib o'rnatib berdik. Hamma materiallar va'da qilingan bo'yicha ichki holatlarini, darvozani yasalish jarayoni bularga biz video tashlab turganmiz. Hammasi kursida bo'ldingiz aka. Da, правильно. Sog' bo'ling aka. Rahmat aka. Ishlarimiz yoqqandan xursandman. Cho'ylarga ishlatingiz. Darvozachingizni tanlaganingizga yana bir bor Rahmat rahmat. aka. Sog' bo'ling. Alloh xodamizga.